Assalomu alaykum. Azizlar, vatandoshlar, yurtdoshlar, mening azizdan aziz bo'lgan muxlislarim. Mana biz Amerika Qo'shma Shtatlarining Ohio shtati Cincinnati shahridamiz. Westchester degan joydamiz. Mana katta trassa, qanaqa ravon, qorlar erigan, lekin yo'l atrofida qorlar qanday yoqqanmiz o'shanday turibdi. Mana bizda tulpor qarshi. Mana do'stlarim, mana shunaqa gaplar. Bugun Nuroniy chollarni bir piyola choy ustida suhbatlashishi Kebab House. O'zbeklarning milliy oshxonasi. Buning haqiqiy egasi Shahrisabzda Erkinjon degan o'g'limiz bilan Umidjon degan o'g'limiz o'zlari ochib, mana shuni yo'lga qo'yishgan, umridan baraka topsin. Mana Amerikada ham o'z o'rniga ega bo'lgan oshpazlarimiz haqiqiy o'zbek milliy taomlarini me'yoriga yetkazib tayyorlaydigan pazandalarimiz juda ko'p. Mana biz birinchi qadamni boshlaymiz. Bismillahdan boshlaymiz. Mana oshxonaning ko'rinishi. Mana yoqimli ishtahalar, mana yigitlarimiz bemalol ovqatlanishyapti. Yoqimli ishtahalar, mana haqiqiy Parkent oshining Amerikacha ko'rinishi. Yoqimli ishtahalar. Mana shunaqa ko'rinishga ega. Hozir mana soat 11:30, xudo xolasa 12 dan mana odamlar juda gavjum bo'ladi. Mana haqiqiy oshpaz. Qo'lingizda ko'rmasa o'g'lim. Qishda 2-kunida bor. Mashallah, mana qarang. Mana shunaqa qo'li pazanda, mana Toshkent shahrida tug'ilib, Amerikada faoliyat yuritayotgan farzandlarimiz umrida baraka topsin. Qarang, hammasi halol. Ichimliklarni qarang, bari. O'zimizning Toshkentda bor, ichimlikda hammasi shu yerda bor. Mana shunaqa menyularni ko'ryapsiz. Juda ajoyib. Shu kuni kecha soat 11 gacha davom etadi. Shunday go'zal ko'rinishga ega haqiqiy oshxona. Mana qanaqa ichimlik istasangiz, shu ichimliklar mavjud. Mana bugun mana shu Toshkentdan Amerikaga kelib faoliyat yuritayotgan Xuram Muhammad Mayluyevni mana shu oshxonada ko'rib qoldik. Shu kishining tilaklarini eshitamiz. Assalomu alaykum hammaga. Xayrli kun. Mana bugun qishning 2-kunida Amerikada qor yog'di. O'zbekistonga, vatanimizga ham qorlar, yomg'irlar yog'ib, serhosil, serfayz joylar bo'lsin inshaalloh. Hammaning namozlarda, juma namozida tilagan tilaklarni Allohim xayrli qilib ijobat qilsin. Barchaga yaxshi kunlar nasib qilsin Allohim inshaalloh. Mana bugun o'zbek restoranida o'tiribmiz. Xuddi O'zbekistondagidek. Ovqatlari ham hamma narsasi o'zimizning O'zbekistondagiga o'xshash. O'zbek povurlar, o'zbek qizlar xizmat qilmoqda. Allohga behisob shukr. Rahmat sizlarga. Sizga ham omad. Amerikada faoliyat yuritayotgan ekansiz. Faoliyatingizga Alloh madadkor bo'lsin. Hamisha turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringiz baxtiga omon bo'ling. Qayerda bo'lsangiz-da vatanga bo'lgan muhabbat, vatanga bo'lgan intilish sizni tark etmagan ekan. Sizdan o'sib kelayotgan yoshlar albatta o'rniga sarsiz. Ishingizga omad. Reklamada ham xuddi shunaqa taomlar. Mana mashinani mana bunaqa tozalashadi, buni qarang. Qoyil. Mana qarang. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana shunaqa qilib tozalab yo'lga qo'yishadi.
hurmatli aziz muxlislarim, mana hozir bizni nuroniy Amerikada biz bilan har oyda bir marta suhbatlashadigan suhbatdosh do'stlarimiz, qadrdonlarimiz kelishadi. Shular bilan hozir davra suhbat davom etadi. Nima ham bizni kuzatishda davom eting. Mana sizlarga mana shunaqa go'zal Amerika hayotidan bir shingilini iloji boricha yoritib berishga, kengroq mazmunli qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Har bir inson qayerda bo'lishidan qat'iy nazar kintiq qoni to'kilgan vataniga bo'lgan muhabbatini mana shu qariyalarning davra suhbatda eshitib guvohi bo'lasizlar. Hammalaringizga yoqimli ishtahalar, ko'tarinki kayfiyat, ruhiy tetiklik. Sizlarga esa omad tilayman. Bizni kuzatishda davom etingizlar.